Aziz o'rtoqlar, men 2025-yili blogerlikni boshladim. Juda ham ko'p insonlar menga bekor qilyapsan deyishdi. Lekin men qisqa fursat ichida 220 mingta obunachiga ega bo'ldim. Bu obunachilarimiz hammasi mehrli, saxovatli insonlar, yaxshi insonlar bo'lganligi sababli men bu obunachilarimdan to'g'ri yo'lda foydalanib, mana shunday loyiha boshladim. Bu loyihamiz Jannatdan bir qasr deb nomlangan. Bu loyihamizda boquvchisini yo'qotgan bir yetimlarimizga, mehrli insonlarimizga uylar qurib beryapmiz. Albatta sizlar bilan birgalikda navbatdagi Jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimiz ham mana Dashtobod Iqbol qishlog'ida bo'layapti. Tom qismi, shifr qismini yopishga keldik. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga rahmat deb qolaman. Siz bilan birgalikda mana shu navbatdagi Jannatdan bir qasr deb nomlangan uyimizni ham tez orada bitqazib egalariga kalitlarni tantanali ravishda topshirib ketamiz. Biz bilan birga bo'lgan barchaga kattakon rahmat deb qolaman. Ha, aytgancha, qanday chiqyapti? Agar o'xshayotgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman, borlaringizga ham shukr. Mana shu videoni ko'proq do'stingizga jo'natib qo'ying, bizni komandada bo'lasiz.